Assalamu alaikum. Kitap okuş müdiri avlodlar hurmatiga hoş geldiniz. Ko'rib turibsizlar, men dengiz bo'yida, ya'ni Gretsiyaning Paros degan orolida. Asli planim bo'yicha shu go'zal quyosh o'tirayotgan o'shada bir romanni nomlashtirib o'qib beray degan, lekin dengiz shovqinlari kuchli, uning ustiga shamonmi xeyli kuchli ekan. Shunga güzel manzaradan bahriga ilinglar, boshqa yak berib roman o'qib beray. Tötінші bab. Şahane makan. Birinci. Makansızlıq atxanını hər koylarga saldı. O dəsləb ata-bovalarının toğunni toğulğan yeringe qada degen hikmeti boyunca mani ketimən, əni ketimən degen ümid bilen sərsallıqda ötey verdi. Amma ümid reallıqı yüzlənmedi. Öz vaqtada taqalğan yol şu peti içilmay turayverdi. Bununla hazır heç kim bir narsa deyilməydi. Bu xuddi odam balası yeshalmaydigan sirliq tepishmoqdek barliq musofirlarni umid va umidsizlik, andisha va intizorlik ichida qiynayotgan mushkul ishlarning birisi edi. Lekin nurg'un oykunlar shapsiz o'tib ketdi. Vaqtning o'tishi bilan kishilar bu mushkulliklarga asta-asta ko'nib, o'zlarining taqdir qismatlarini boshqacha o'rinlashtirishga boshladi. Atxanmo sarsalliqqa to'ydi. Kishilarga beqinib, makonsiz yurishdan bezor bo'ldi. Uningga haqiqatanmo bir uyning qadri o'tilgan edi. Bugun Atxan kashlik tamoqdan keyin Akbarni boshlab ishik oldiga chiqdi. Mahallaning bir chetidagi tog' bag'rida xuddi randilab qo'ygandek siliq to'tchasi xarsang toshlar bor edi. Ular shuningga ro'bro o'ltirdi. Atxan beshiga yurtdan akelgan ko'k manpu do'ppi bilan uchisiga kandir gazlimisidan arab fasonidagi kirtik yaqiliq uzun ko'ngla kiyib olgan edi. O bu xil ko'nglakda o'zini xeyli erkin va rahat his qiladi. Lekin Akbar texcha bu xil ko'nglakni kiyishga ko'nmagan edi. O hamisha onasi tiktirib bergan kalta ipak ko'nglak bilan kang og'liq xasi ishtinini pat-pat yuyib kiyib yuradi. Beshig'i bo'lsa yeshil shoyida tikilgan tapchima do'ppi kiyib olgan edi. Akbar atrofiga qiziqib qaradi. Uning orqasi qaqas tog', ikki yeni bir-biriga yondab selingan tosh uylar edi. Agar odam mundaqli qarasa, uylar bilan tog' bag'ridagi toshlarni farq etolmaydi. Faqat sinchilab qaraganda ondan uylarni va ha degandala ko'zga tushmaydigan ishik derizlarni farq etalaydi. Her yıl qish va atyoz fasllari yomg'ir yoqqanda bu tog'lar lappada ko'kirib, bu poyonsiz qaqasliqda go'yo bir parcha ilohiy yeshillik paydo bo'lib, kishilarga go'zallikdan, hayotlikdan derak beradi. Buni arablar o'shib, ya'ni Xudo bergan ko'kil maydonliq deb atashadi. Bu chaqda qo'y o'shkilar samirib, to'q tumanlar yayrab ketadi. Birer ay o'tgandan keyin bo'lsa, xuddi birsi o't purkagandek bu yeshillik sarg'ib, yana aslidagi quruq qaqshab holatiga kelib qoladi. Akbar hamda nazarini uylardan elib, dastlab taqqa, ondan osmonga qaradi. Osmon so'zuk edi. Ufuqdan balqib turgan rangarang shafaq atrofdagi egiz pas uylarning ustidan o'tib taqqa sho'l tashlab turadi. Har xil shakldagi tosh uyutmalar bilan qad ko'tarib turgan qo'ng'ir tog' shafaq nurida texim ranglanib, julalanib, o'ziga xos ko'rkam bir manzarani hosil qilgan edi. Shu chaqda tog' tarafdan kelgan issiq shamol yuzni yumshoq siypab o'tdi. Atrof jimjit edi. Qushlarmo ovalarga ketishgan, faqat bir necha shaparang u yoqdan bu yoqqa g'o'yiltab uchib yuradi.
Atxan oğlunun təbiətə məftun olub olturğanlığını görüb, onun pəyzini buzuşunu xalamedi. Deməkçi bolğan gəplərini içiga yutub, Əkbərnin məstana halatiga qaradı. Oğlu onun közüge xeyli çoğ bolup qalğandək, qametlik və becirim göründü. Demisimi, bu günlərdə Əkbər xeyli boy tartıb, bornu köpüb, sumbatlıq jigit bolup qalğan idi. Xumdandaki eğir əmgəkdən burunqi yumşaq, nazik qolları qetib, qadaqlışıb, o'g'ilari yo'g'on, panjasi kuchlik qo'llarga aylangan edi. Yuz ko'zlarimi optopliq ish maydonida kuyib, aslidagi qizilliqdan o'tib, qo'ng'irga aylanib qolay degan edi. Akbar xumdonda yetib qopib, qattiq ishladi. Ishlaganga yarasha Abu Lahabning maqtishiga va yuqori haq berishiga erishdi. Her haftanın cuma günü keşti kirib, dadısını ve ağinisi Harisni yoxlab durdu. Haris bilen ikisi bək içkişib ketken idi. Haftada bir qitim görüşmese, izderikini qilishadi. Görüşkende bolsa, moңdashib, oynashib, qinishmaydi. Bugün gerçi cuma bolmasımı, Atxan oğlunu alayida çağırıb bir iş üstüde sözleşmekçi bolğan idi. Balam, bir öy salsaqmikin deymin, dedi Atxan axır köңlidikini top-toğru eytib. Tirik adam üçün bir makan bolması bolmaydı. Elimi qiyqili soqulluqda köp yurduk. Yana mundaq ketiversek, harlıqda qalımız. Yurtqa ketib qalsaq qandaq qilamiz? Sordu Akbar yana shu umid bilan delig'ul bo'lib. Onundan g'am qilma balam, dedi Atxan xotirjam holda. Öy degan satsa pul, ishlatsa qul. Agar ashunda qo'shal kunlar nasib bo'lganda, shu kunila elishiga setib ketaveramiz. Lekin o kunlarni to'li kutib, eng ikkimiz tushib qolay dedi. Atxanning birdilla ovozi pastlab, ko'ngli buzilgandek bo'ldi. Menmo shu kunning kelishini umid qilib, sarsalliqqa chidaygan edim. Mana bir yil bo'lay deb qoldi. O kunlardan zotli xabari yo'q. Xudo o kunni bizdan bakmo ijroq qilib etgan o'xshaydi. Endi o'zimizning turmushini loyiqida o'rinlashtirmasak bo'lmaydi balam. İnşallah, hüner mehnatning sharafati bilan Xudo az to'la pul berdi. Men hisoblab ko'rdim. Qo'limizdagi pul bilan bosh oyg'imiz patqudak birer makan qurib chiqolgudakmiz. Akbar ko'zlarini yerim yumib xiyolga patdi. Dadasining so'zlari uni qoyil qilgan edi. Demisimi, uy makonsiz yuriverish o'z-o'zini xarlash bo'ladi. Yaxshi o'ylabsan dada, dedi u Atxanning o'ychan, muloyim chiroyiga qarab. Uy salsaq salayli, lekin uylik yerni qanday qilamiz? Kim bizga yer ko'rsatib berdi? Atxan bu savolga tezla javob berdi. Men bu ishni o'ylab qo'ydim. Maqsadimizni Abu Lahabga aytsaq, biror amalni qilib berar deb ishinaman. Boludu dada, sen Abu Lahab tağam bilen sözüşüp bak, dedi Akbar xoşallık bilen. Öy o'rni hal bolsala tezroq tutish qilayli. Men xumdandan ish haqqimga hisoblab xish olay. Ata-balaning bugungi suhbati shu yergacha bo'ldi. Atxan o'z ko'ngliga pukkan ishning oxiri vujudga chiqadiganligini o'ylab hayajonlandi. O bu planni ko'ngliga pukkanda o'zini emas, ko'proq Akbarni o'ylagan edi. Akbar texi yosh, hayotlik yo'liga endi qadam besib kirdi. Uning oldida nurg'un ishlar bor. O'zi bo'lsa, allaqachon 50 dan halqib, hayot davonining bu tarafiga tushib ketayotgan odam. Davandan tushish bahmi tez va xatarlik bo'ladi.
Almadız birər kütülməyən iş olub qalsa, qandaq boludu. Uğu bu dünyanın g'ovg'alarini arqaga tashlab, мәңгүлік rahatga ketar. Akbarchu, u qandaq qiladi? Yana mushu begona zaminda ota jandasiga varislik qilib, sarson, sargardonlikda uy makonsiz yuramdi. Kim uning beshini silaydi? Kim uning yolg'iz beshini o'nglaydi? Bularni o'ylasa, Atxonning yuragi etishib, kech-kechalari uyqusiz azoblanadi. O'zini bakmo naqobil, yaramsiz ota hisoblab, uni bu yerga zo'rlab akelganligidan bakmo o'kinadi. Lekin hozir o'kinadigan vaqt emas edi. Balki bu ochiq, shafqatsiz reallik oldida buningdan keyingi ishlarni qandoq qilib obdan saramjonlashtirishga oldiraydigan vaqt edi. O Akbarning talada qilishini xohlamaydi. Bu jihatdagi burchini ado qilmasa, o'lsimi mangu ko'zi yumilmaydi. Ikkinchi, Abu Lahabning yordami bilan o'ylik yer tezla hal bo'ldi. Abu Lahab aslida bular bilan bir yerda o'ltirish uchun Ashhamiya mahallasidan yer hal qilishni o'ylagan edi. Lekin bu yer Atxon hunar qiladigan haramdan yiroqroq bo'lg'ashqa, uning kelib ketishini nazarda tutib, yanala bular ko'nib qolgan Musfila mahallasidan o'ylik yer hal qilib berdi. Bu ishning bundaq tez ham o'ngishli hal bo'lishida Abu Lahabning yuz obro'yi muhim rol o'ynadi. Bu odam oliyjanobligi, pok va xolis nazarligi bilan Makkadagi kishilarning qalbida yuqori sharafga erishgan edi. Yerni jiqroq hal qildim, dedi Abu Lahab shahar qozisining muhri besilgan bir parcha qog'ozni uningga berib etib. Akbar cho'ng bo'lib o'tdi. Uning ustiga keyinliknimi ko'zda tutmasak bo'lmaydi. Makka yildan yilga kengayib, odamlarmi ko'payib o'tdi. Men sizlarga aytsam ustam, texi bir necha yilning oldida Hajila, Muabda, Harat, Albaf degan yerlarda odam ko'p emas edi. Hozir qarsilari bas-basda uy imoratlar silinib, odamlarmi ko'payib ketdi. Makka o'z zamonasidan tortibla o'z vatanida diniy yoki irqiy ziyonkashlikka uchragan kishilarning panogohi bo'lib kelgan. Shung bu yerda Şamlıqlar, Mısırlıqlar, Həbəşistanlıqlar, Rumluqlar və Hindistonluq musulmonlar o'ltiraqlashgan. Hozir bundaqlarning soni yildan yilga ko'payib o'tadi. Oddisi haramning yenidagi Judiri bozorini Hindistonlik tijoratchilar egallab bo'ldi. Shunga men yana bir necha yildan keyingi ishlarni nazarda tutib, o'ylik yerni jiqroq kastirdim. Hozircha bir ikki eg'iz uy selib, qolganini tam cho'rib, o'z ilkimizda tutib tursak, keyincha quruq yerdan pul tug'iladi. Mana bu uzoq yil tijoratda pishgan, hozirgi ishlarga qarab kelgusini tasavvur qila oladigan, aqlli, jiroqni ko'rar bir odamning inchika hisob kitobi edi. O'ylik yer hozirgi Ko'jum mahallining eng chetidagi tog'ning bag'rida edi. Bu yerdan haram masjidining orliqi bir chaqirimga kelmaydi. Atxon nihoyatda tezla ish boshlab. Dastlab koni erim bo'yicha bir paxlan suyib, ota bovisining ruhiga atab nazar berdi. Andan Madikar bozoridan kuchlik, sog'lom madikarlarni setib olib, uyga ul qo'ydi. Tosh tuproq yandili edi. Qanchalik ishlatsa, shunchalik chiqatdi. Akbar xumdandan yetarlik g'ish to'shib berdi. Baktömür uy qurilishiga ketarlik tömür tarsaklari bilan ta'minladi. Atxonning ish maydonida mixdak qadalib turishi bilan bu qaqas tog' bag'rida yana bir hayotlik nishoni bo'lgan bir eg'iz uy tezla qad ko'tarib chiqdi. Uy bitgandan keyin uyning atrofidagi keng sayna, yana 10 eg'iz uy siqqudek to'pti zimin 1,5 metr egizlikdagi qo'ruq tom bilan qorshilib, Atxonga tava muqim mulk bo'lib qoldi.
Oylaның тақ қанатлық ішкеге лук орнытылды. Лук орнытылған чағда Әкбәр ixtiyarsız halda yurtidagi yez өйлерni, tağ qoruqlarni əslab ketdi. O yerdagi dehqonlarning hammasi tugidek өйлерге, bağlarga luk salatdi. Yağışlı yasalgan mondaq qulup hem ərzan, hem mustahkam bolatdi. Lekin epini tepib bir az pəm işlətsə, içi vətkili bolatdi. Əkbər bir neçə qitim ağilləri bilən səhrağı çıxıb, lok silingan bağlarının işikini pəm bilən aşqan və oğurluqca baq kirib, məy bağlap pişqan şaptul toğaşlarını toyğıca yeyişkən idi. Hazır onun qiziqqini yalğız lokla emas, balki bu yerdagi nurg'un narsalarning yurtidagiga o'xshash ekanligi edi. Bu yerdami evriq, ko'za, suyi sovuq, ko'p, hejir tavoq, yog'och cho'mish, yog'och qo'shiqlar bor edi. Balalar ko'kvash pishirib yeydi. Uylarga bo'r salatdi. Bağvarallarga encan tam soqatdi. Kişiler etdigende zasu içetdi. Yağlarını cuvazdı tartatdı. At eşekni muğamağa bağlap taqılaydı. Xamanda işiltadigan ara gürcek bar edi. Qısqısı ayallar nan yaqqanda işiltadigan repedi bilen çögün tutadigan tutqıgıca opmu oxşaş edi. Öz yurtidan şundaq yiroq bir yerdagi o'xshashmagan muhit, o'xshashmagan xalqlar orasidagi bundaq tabiiy o'xshashlik Akbarning bolalarcha tafakkurini qo'zg'atib etgan edi. U ham qiziqqan, ham hayron bo'lgan holda bular nima uchun boshqacha bo'lmay bizdagiga o'xshash bo'ladi deb o'ylaydi va bundaq o'xshashlikdan o'ziga bir xil yiqillik sezatdi. Şularni hamisha ko'rib tursa, go'yo o'z yurtida yurgandek ozodalik va xushallik his qiladi. Akbar luk o'rnatilgan kuni bu haqdagi qiziqishi va hayronligi to'g'risida dadasiga so'zlab berdi. Dadasi kulib ketib, mundaq dedi: "Allah o'z bandalarini o'xshash yaratgan o'g'lim. Ularning tirikchilik yo'lidagi ishlarimi o'xshash. Shunga ota-bobolarimiz u shahardan bu shaharni qilmag'in orzu, hamma yerda bordir o'xshash mizon tarozu deb nihoyatda to'g'ri aytgan." Atxan bilan Akbar bugun tunji qitim o'z uyining bo'sog'isidan otladi. Uzunchoq kelgan uyining ichi qorong'uroq bo'lib, to'g'risidagi tömür vadaklik to'nglik bilan hoylaga qarg'an 4 chasa panjaradan boshqa biror derazimi yo'q edi. Ko'nrab ketgan bir parcha Paris gelimi, yumaloq shiraning atrofiga selingan bir qancha ko'rpichak bu uyning butkul besoti edi. Qora suva qilingan uyning qibla temiga hamazakdan 2 xulatcha zadival tortilgan edi. Zadivalning asti tarafida ratlik yig'ib qo'yilgan bir qor kona yotgan ko'rplar turadi. Ular salqin uyning ichida birdam eg'inab, birdam maydasini yerga yiqib, rahatlanib yotdi. Shu bir daqiqalik harakatlar bilan ularning 10 kunlik harduqi biraqla chiqqandek bo'ldi. "Oxiri o'zimizning makoni bo'ldi, o'g'lim", dedi Atxan hayajon bilan. "Gerçi bu namrat, ko'rimsiz uy bo'lsa-mu, lekin men buni shohona makonlarga tan qilmayman. Chunki bu bizni sarsalliqdan, xorliqdan qutuldirdi. Uning ustiga musofirchilikda yurib topgan halol pulimiz bilan putdi. Esingda bo'lsin, o'g'lim. Bu dunyo omonat dunyo. Əpləb-səpləb össü bo'layveradi. Haqiqiy kapolat u dunyoda. U dunyoning maishatlari mangulik."
Ular keşlik çayını tünce qitim öz öyüde qayıntıb içdi. Çaydan keyin ata bala şam çıraqның yoruqida uzaqqicha gapleşip oldurdu. Xubdandan keyin harduq yetgan Atxan o'rniga kiribla uxlab ketdi. Akbarning uyqusi kelmedi. Öy dimiq bo'lib ketgan edi. Onun üstiga nələrdandır kirib alğan bir neçə paşa onun ətrafında g'ing'ildab, ochiq yerlarini çeqib, zadila aramini qo'ymadi. Axir Akbar bir ko'rpini qo'ltiqiga qisib, mahallaning oldidagi keng qumliqqa keldi. Bu yer ochiqchilik bo'lg'achqa shamol urib turadi. Shunga paşalarmı yo'q edi. Akbar issiq qum ustiga ko'rpini selib, so'zilib yotdi. Xur-xur shamol uning yuz ko'zlarini siypab, atdigandan beriqi issiqda tinjiqqan badaniga oz to'la rahat baxsh etdi. Akbar bu yerda yolg'iz emas edi. Öylərdəki dimiq bilan paşadan keçib chiqqan erlar, ayollar va kichik balalar bu yerda qumga eg'inib, ba'zilari uxlab, ba'zilari paranglashib yetishadi. Akbar beshini ikki qo'lining orasiga elib, osmonga qarag'inicha o'ngda yotdi. Ko'kdagi to'lin oy poyonsiz dengiz ustida laylab yurgan yo'g'on bir parcha oq sadafdek parqirab turadi. Akbarning xiyoli yana yurtga ketdi. Turibla uning ko'z o'ngida uyi atrofida o'sib turgan suvadan terak va shu terak yanida shildirlab oqadigan loyqa eriq. Bir zamonlar shahar sirtida og'inlari bilan laklak uchirgan, vallay tovlagan qadimki yorliqlar, to'piliklar. Anasining mo'ngluq ko'zlari, och singillarining tatli kulkilari. Namoyon bo'lgandek bu narsalar aslidagi qiyofati bo'yicha qiliqlanib, harakatlanib turganda ko'rinib ketdi. Akbar o'zini bir silkib, bu azobliq xiyoliy dunyodan qutulib chiqish uchun ko'zini yo'g'on ichib osmonga qaradi. Oy uning beshi ustida esilib kulib turadi. Akbar bir chaqlarda yozning issiq kunlarida onasi bilan billa o'ksida yetib, osmonda ashundoq oyni ko'rgan edi. O chaqda onasi uningga oy to'g'risida ajoyib qiziq, go'zal hikoyalarni so'zlab bergan edi. Hozir Akbar ana shu hikoyalarni qayta esladi va osmondagi to'lin oyga qarab, asta pichirladi. Ey g'uborsiz erki oy, sening mushu nurliq sho'lang shu dam yurtimdagi uylarni, bağlarni, tağ daryolarni mushu yerdagidek yo'rtib turamdigandu. U yerdagi anam, och singlim va hiliqi mentiqi ko'rmagan qerindishim sening parqiroq chiroyingni menga o'xshash ko'ralamdigandu. Men ularning seni ko'ralishini, sening bizning ko'zlarimizning uchrashishi uchun ko'vrik bo'lib berishingni naqadar orzu qilatdim, ha? Ana, lekin sen hozir ashu osmondagi oy yulduzlardan mushiroqda, bek mushiroqda. Xudo, bu nima degan ig'ir, nima degan uzoq judolik. Sen bütün koinotni, yer zimindagi barliq mavjudotni yaratquchi, olamni saramjonlashtirg'uchisisan. Hayot mamatning egisi, insoniyatning panohi, xayr ihsonlarning buliqisi. Lekin nima uchun mening og'u faryodim san yetmaydi? Nima uchun menga ichim og'rimaydi? Men qaysi gunohim uchun buncha ig'ir dardni tortishga haqliq? Ey kuyimchan Allah, meni onam bilan uchrashtirgin. Men uning xizmatini qilib, o'g'illik burchimni ado qilay.
Yurtumga yol bergin. Men onun meni aperide kılgan tupraqlarını süyüp gözümge sürtey. Ekber'nin gözüdün yaş taramlap getdi. Ahırı özünü tutalmay anısıdın ayrılgan kiyik balısıdek bozladı. Ekber şu halette qanchalik yatqidini özümü sezmedi. Bir çağda qumning o'tliq tapdi körpüdün ötüp bedenini qizitishga başlagandala o o'rnidan turdi ve yeni öyde dadamni qarib esib qalmasin deb ansirab ittik öy tarafga mangdi. Әтісі Әбу Ләһәб yeni öyünü təbriklab keldi və oyilning bir chetiga öz qo'li bilan bir tal ko'chatni tikib mundaq dedi. Biz bu daraxtning ismini Nim deb ataymiz. Bu bak xosiyatli daraxt. Onun soyasida yotgan odam hargiz o'pka kesili, zukam bo'lmaydi. Yopirmiqini qaydatib, suyida tug'utliq ayolning qo'tir bo'lib qolgan, isitma bo'lib qolgan odamning beshini yuysa, darhol shifo bo'ladi. Sen buni quritib qo'yma Akbar. Kunda oz-ozdan suv quyib bersang, cho'qim ko'klab ketadi. İnşallah deganlari bo'ladi taqsir, dedi Atxon hurmat bilan. Bu bakmo ma'nilik ish bo'ldi. Yeni öyge yana bir yeni hayotlik qo'shildi. Biz buni cho'qim ay qilamiz. 3. Bektemirning uyi bugun bayram xo'shalligiga cho'mdi. 10 odam bu kichikkina tor uyda qistilib o'ltiradi. Havoning issiqi odamlarning tiniqi qo'shilib, uyni go'yo parmonchisidek qizitib etgan edi. Lekin hozir hech kim buningga parvo qilmaydi. Hamma odamning ko'zi diqqati Bektemirning qo'lidagi mo'jizalik xatda edi. Bugun tush vaqti bilan bo'yniga xalt asqan bir arab pochtikash uningga yurtingdan kepdi deb bir parcha xatni bergan edi. Bu xabar xuddi shamoldek butun shaharga go'rida tarqaldi. Buni anglagan ko'ni musofirlar bu kutilmagan xabarning tegi taktini bilish uchun taraf-tarafdan uning uyiga paypaslab kelishgan edi. Ular eshikdan kira-kirmayla tushma-tushdan savol so'rab Bektemirni tamtirtib qo'ydi. Xat keldimi? Yurtdan rostilla xat keldimi? Qachon keldi? Qandoq kepti? Xatni nima debdi? Yurtimiz teshmikan. Qandoq bo'lib ketibdi? Varanchurong besiqqandan keyin aradagi mo'ysipit bir odam Bektemirga murojaat qildi. O'g'lim, o'qig'ina, xat degan yerim dedar. Nima gaplar bor ekan, anglab boqayli. Xat Bektemirning singlisidan kelgan edi. Uning qo'lidagi yo'g'on seriq konvertning oldi orqi xilma-xil ijri-mijri xatlar bilan har xil shakl va har xil rangdagi tamg'alarga to'lgan edi. Makkadagi akam Bektemirga tegidi deb yozilgan bu bir parcha xatning 7 oydan beri nalarda yurib, nalarda aylanib, qandoq bir ilohiy kuch bilan bu yerga kelib qolganligini hozir hech kim tasavvur qila olmaydi. Ular faqat tuyuqsiz osmondan tushgandek paydo bo'lib qolgan bu bir parcha xatning necha yildan beri Makka zaminida sodir bo'lgan g'oyat zo'r mo'jiza ekanligini biladi. Bektemirning xat tutib turgan qo'li titrab atadi. O yurak bag'rini ezib, ko'ziga ochiq yosh keltirgan bu xatni qayta o'qishdan qo'rqatdi. Lekin hozir qayta o'qimasi bo'lmaydi. Shuncha odam uningga talmurib, intizor bo'lib o'ltiradi. Bektemir amalsiz ulug' kichik tinib xatni o'qishga boshladi. Uning ovozi miskin ham titrangi edi. Canım aka, sen nerede? Dadamçu.
Sizlar bizni qo'yib chiqib ketgan peti shuncha yil istiraksiz bo'lib ketdinglar. Sizlar bu dunyoning biror yerida bormi? Qarasam ko'z nurim, to'g'lisam ovozim yetamdi. Jinim aka, gap qila. Dadamni bakmi seqindim. Mendek bir ojiz qizini unutmasa bo'ladi. Anam qerib ketdi aka. Hamisha sening gapingni qilib yig'laydi. To'li yig'lab ko'zim xiralashib qoldi. Sen qachon kelasan aka? Anamni bo'lsimi xo'shal qilib roziligini ol. Yurtimiz ozod bo'ldi. Hamma yer kooperatsiyalashdi. Anamni 5 kapolat oyliklar qatorida hukumat beqiyotdi. Qo'shnimiz Jamol Otchi Hindiston chegarasiga bormoqchi ekan. Shu yerga borganda avatib bersizlar deb bu xatni yozib berdim. İnşallah qo'lingga tegar. Xudoyim bizning ko'z yoshlarimiz bekor oqtirmas. Dadamni seni bizga yetkazib berar. Anam bilan ikkimizning ko'zi hamisha eshikda. Bektemir to'xtab qoldi. Üzülmay iqib atgan hasratlik yosh uning ko'z nurini to'sib olgan edi. Bektemirning xatni davomli o'qishga mador yetmadi. U ichidan o'rlab chiqqan ona degan mo'ngloq bir nido bilan lassada o'ltirib qoldi. Bektemirning ko'z oldi qorong'ilashib, dastlab turgan zamin pirqirab o'tgandek, osmondagi quyosh yerga yo'riqliq emas, balki qorong'uliq, zulmat akalgandek bo'lib ketgan edi. Uy ichida esadigan, mishildigan ovozlar anglashqa boshildi. Ba'zilar xo'rsinatdi, ulug' kichiktinatdi. Ba'zilar bo'lsa ovozni qo'yib etib, "Ah, Xudo" deb nola qiladi. Shu topda ularning hammasi yurti, ota-onasi, bola-chaqasi va urug' tuqqanlari to'g'risidagi xiyollarga g'arq bo'lib, seg'inish, hijron, visol o'tida puchilib o'tadi. Mo'ng va hasratga to'lgan ig'ir sukunat biroz ko'tarilgandan keyin kishilar o'zaro so'zlashishga boshladi. Yurtimiz ozod bo'ldi debdi. Bu nima deganidir? Heliqi kooperatsiyalashdi degani-chu? Javobdan savol ko'p edi. Har kim o'zicha mulohiza qilib, o'zicha bir narsalarni davatlatdi. Lekin hech kim to'g'ri va dal javob berilmaydi. Ba'zilar hatto kulkilik, bema'ni gaplarni qilishdi. Ammo nima degan bilan bugun ular yurtining xabarini, hidini va seg'inishini akalgan bu oddiy xat bilan didorlashib, uzoqdan beri his qilib boqmagan shod-xo'ramlik bilan hasrat, nadomatga cho'mdi. Judolikda jon talishayotgan bu musofirlarning ko'ksida necha yillardan beri yashirib kelgan dil to'tiyasi, ona tuproq sevgisi lavildab yanatdi. Ularning nazaridagi bu tuproq oddiy tuproq emas, balki qanchiligan qon ter, qanchiligan ko'z yosh, qanchiligan ona suti to'kilgan muqaddas tuproq edi. Shunga ular ko'zlarini osmondan uzmay, nalarda yoshsim, lekin vujudini ota bobolarining aziz xok ko'milgan ashu tuproqqa taalluq deb biladi. Bektemirning uyi kashkicha ashu odamlarning suhbati va aslima xotirlari bilan obod bo'ldi. Faqat qorong'i tushib, namoz xutbanga azon chiqqandilar, ular bir-birlab uydan chiqdi.
Bektömür әтісі heliqi Namrat poştkashni izlab tepib, uningga boshqadan tashakkur etdi va xeyli ko'p pul in'om qildi. Chunki xat Makkaga kelgandan keyin u 4-5 kungacha zerikmay, erinmay izlab yurib, Bektömürni tasti topgan edi. Bu bir parcha xatning jahon aylanib tasodifiy kelib qelishi Akbarga ilhom bo'ldi. O, mənmu arqa-arqadan xat yazıb salsam, birisi təgmisa, birisi təgməmdu, degan ümid bilən qara çırağının yoruqida o'ltirib, anısıga xat yazdı. Salam, sözük sudun xoy alğan, qızıl gülden boy alğan, tolun aydın nur alğan, mehriban anamğa. O xatning oxirini yurtida yotlab olgan mono beyt bilan oxirlashtirdi. Anam so'rasa, akam so'rasa, meni bu yerda bor danglar. Bir ko'zi yosh, bir ko'zi qon, judolikdan ahuzar danglar. Akbar bir ay ichida ashundaq xatdan 10 necha parcha yezib soldi. Lekin u xatlarning birsimi bundaq qatma-qat taqdavan dengiz okeanlardan halqib yurtiga yetib borolmadi. Xo'sh, bugun romanni mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Aman bo'ling. Allohga emanet.